Tarmoqli marketingning falsafasini mana shu rasmga qarab anglab olishimiz mumkin. Kvant fizikasi, psixologiya, ezoterika ilmlaridan ma'lumki, har bitta inson o'zining atrofida energetik maydon hosil qiladi. Afsuski, bizning ko'zlarimiz bu maydonni ko'rishga ojiz, lekin biz uni his qila olamiz. Kuchli aura sohiblari qanday insonlar? Fe'lida bir ilm, sevgi, nur bo'lgan. Holatida tayyorlik, xolislik, rozilik, tavakkuli bo'lgan insonlar, ijobiy fikrlovchi insonlar kuchli aura sohiblaridir. Kuchsiz aura sohiblari esa qabul qila olmaslik, ishonchsizlik ruhiyatida yuradigan, o'zida g'azab, nafrat tuyg'ularini, kibr tuyg'ularini saqlagan, doimo vaziyatlardan illat qidiradigan insonlar kuchsiz aura sohiblaridir. Tarmoqli marketing sistemasi kuchsiz aurali insondan kuchli aurali insonni yaratishga qaratilgan. Xususan, o'quv sistemasi, holideylari, lidershiplari, bonuslari, sayohatlari, hattoki taklif, taqdimot, kuzatuv jarayonlari hammasi insonni kuchsiz aurali qolipni yorib, kuchli aurali holatga o'tkazishga qaratilgan. Xo'sh, nega unda 80% inson tarmoqli marketingda natija qila olmaydi? Chunki 80% inson o'zining qoliplarini yorib chiqa olmaydi. O'zidagi ishonchsizlik tuyg'ularini tanib, undan voz kecha olmaydi. Aybdorlik, g'azab tuyg'ularini tanib, bu niqoblarni yechib tashlay olmaydi.